Falokat. Hozir yetib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alinur, Muhammad Alini bugun ham maktabga olib ket. Moshdan buzilib qoldi. Mayli chiqsin tezroq. Hey Ali, sudralib yuramiz, ammo o'z kech qolamiz. Unaqa dema, qo'shinning ham haqqi bor. Ey aqlli, men ketdim. Yura qol o'g'lim. Amaki bering popkani. O'g'lim, o'qituvchingga ayt, ertaga boraman. O'g'lim, popkani hech kimga bermagan. Ke Alinur? Adam go'sht beraveruvdilar. Qo'shinning haqqi bor deb. Shuncha ham go'sht ehson qilasanmi? Pas. Amaki maktabga borasizmi demoqchi edim. Adyan olib ketsin sani. O'zicha boyu. O'g'limga har kuni bo'lishga berib tursangiz, har oy 10-chisida oyligimdan to'lab ketsam. Maylimi? Voy ada, maktab boshlangandan beri popkanga pul solib qo'yasiz-ku, o'sha yetyapti. To'xta. Men solmasdimmi? Unaqa dema, qo'shinning ham haqqi bor.